5-may kuni viloyat hokimining qabuliga kirdim. 2 yildan beri kambag'allikni va bandlikni qisqartirish bosh boshqarmasi tomonidan meni qarzdorligim berilmay kelayotganda ijobiy hal qilib, menga barcha qarzdorliklarni undirib berishda amaliy ko'mak berdi. Hozirgi kunda Sirdaryo tumani hokimligi tashabbusi bilan 30 nafar yoshlarimiz mutlaqo bepul ravishda zamonaviy tillarni o'rganib kelishmoqda. Ismim Sardor. Band bo'lmagandim va bandlik boshqarmasiga murojaat qilgandim. Menga o'qishga yo'llanma berishdi. 6 oydan beri frontend yo'nalish bo'yicha shu yerda o'qib kelmoqdaman.